Hamma bu narsani juda ham yaxshi biladi. Anime ko'rayotganingizda agar ovoz rasvo bo'lsa, hissiyotlar uyoqda tursin, nima ko'rayotganingizni ham tushunmaysiz. Animelarni sifatli o'zbek tilida tomosha qilishni xohlaysizmi? Unday bo'lsa, anibla.uz platformasiga tashrif buyurishingiz mumkin. Bu yerda animelarni sifatli kadrlarda va eng muhimi o'zbek ovozlarida tomosha qilasiz. Barcha ma'lumotlar video ostida bo'ladi. Hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan Qora Clever animesini 2-mavsum 2-treylerini ko'rib, unga reaksiya qilamiz va detallarni, kadrlarni ko'rib chiqamiz. Men naushnik taqaman. いつか魔法帝になってみせろ。 And then someday becomes a wizard king va bir kun Asuralar qiroli bo'ldi. Hey. Sensiz yutolmayman. Asta eng legendarni お前 joylar. がいねえと勝てねえぞ。アスター。Xo'p, eslatib o'tsam, Qora Clever oxiri qanday tugaganini, Astani Natch bilan mashq qilayotgan payti Libi bilan kelishib oldi. Kapitan Vengeance bilan Kapitan Yami o'g'irlab ketilgan. お前の名前は Your name is a Demon Slayer Katana. Sening isming Iblis qotil katana. アンマの刀だ。一緒に闇団長を迎えに行こう。まだ見えてない。 Xo'p, bu mashqlarda biz ana unda ko'rganmiz. Natch bilan mashq qilishni boshlashgan ikkalasi birgalikda. Libe bilan Asta. Xo'p, uje yangi kadrlar. Bu kadrni ko'rganmiz, o'tgan treylerda ham bor edi. 闇団長を迎えに行こう。まだ見えてない。 Xo'p, Lakni yangi formasi. Lak o'zini chaqmoq iblis ruhi degan formasini uyg'otadi. Butun tanasi chaqmoq bilan qoplanadi xullas. Oldin faqat qo'l-qop yoki oyoq kiyim paydo qilgan bo'lsa, endi butun kostyum paydo qiladi. Bu bola o'zi prosta olovni kuchaytirib boraveradi. Lekin ancha kuchayadi. Va Valkiriyani yangi versiyasi. Noel suv ruhi bilan birlashadi. Qayerdan bilyapti bu, hayron qolmanglar, mangasini o'qiganman. Lekin grafika zo'r. Grafika ancha zo'rga o'xshayapti bunda. Safargi mavsumda. Noel Lolopechkani qutqarish uchun ancha g'azabda bo'ladi bu safar. Ko'zlari. 冥府の門が開かれる。 Nozelda simob sehri har doimgidek. 今度はこちらが Nozel uncha rol o'ynamaydi bu safar. 攻める番だ。 Dorothy, Charlotte kuchayishi kerak, o'zini yangi formasida. 紹介してもらう。 Ha, Vengeance qutqarish uchun piyoda Zenon bilan urushayotgan bo'lishi kerak. お前 Mana Zenonni ham ko'rsatishdi. を倒してな。伝説を。 Meriliona Vermilion. Birinchi afsungarlar qiroli yengan iblisga qarshi bir o'zi urushyapti mana shu joyda. 紹介してもらうぞ。お前を倒してな。伝説を。 Mana iblis, qaranglar. Ko'rasizlar ham? Yo, biroz kattaroq qilib qo'ysammikin mana shu narsa. Iblisga zarba beryapti. To'g'ri, bitta ikkita urushni yutmaydi, lekin bir o'zi yengadi, bu aniq. Mana yangi forma. Noel yangi formasi. Animation product Studio Period animatsiyalashtiryapti, lekin grafika juda zo'r. Grafika ancha zo'r. Yo, o'zi treyler shunaqa ko'rinayotganmikin bilmadim, lekin grafika juda zo'r ko'rinyapti. Dengiz ajdar narasi. Ancha kuchaygan, zarbani qaranglar, ancha kattaroq bo'lyapti. Bitta narsani ko'rishimiz kerak. Bu yoqda ko'rinyapti. Megikula iblisi bilan ittifoq tuzgan. Ismi Vanika Zagradis ham bor. O'zini qon sehri bor, Megikulani la'nat sehri bor. Megikulani la'nat sehrini ishlatarmidi yoki yo'qmi, bu esimda yo'q. Lekin kuchini oladi. Ya'ni iblis kuchidan foydalanadi. Bu ikki xil narsa. Iblisning kuchini olish bor, sehrini ishlatish. Dante sehrini ishlatadi, lekin adashmasam Vanika ishlatmasdi uni sehrini. Faqat kuchini olardi. Keyin mayli, ortiqcha spoiler qo'ydim. Yuno Zenon bilan urushyapti. Zenonni 100% lik versiyasi bilan. Yoki 100% lik versiyasi yoki o'sha 100% dan ham o'tib, butun ruhini iblisga beraveradi. O'sha versiyasi bilan urushyapti.
Bu Yunoni ruh bilan birlashgan versiyasi. Ruh qanaqadir nom bordi xullas, esim kelmay qoldi. 今ここで限界を超えます Yo'li asta ham o'sha birinchi afsungar qirol yengan iblis bilan urushyapti. 行くぞリーベ Ha, Asta o'zini birinchi qilichi bilan to'xtatyapti. Astani yangi formasi, Astani yangi formasi. ユナイト Aytgancha, bugungi video chiqayotganiga faqat kanalga donat qilayotgan obunachilarimiz sababchi. Agar siz ham kanal biosidagi tirikchilik.uz saytiga kirib, donat qilsangiz, mana shunday sifatli videolar chiqarishda davom etamiz va donatda yozgan so'zlaringizni xuddi mana shunday qilib, keyingi videolarimizda ekranda ko'rsataman. Havola kanal biosida bor. Mana bu kadrda grafika dahshat. Men o'zi eng baland sozlamaga qo'yganman, uni Full HD ga qo'ydim. Iblis birlashgan to'liq shakllamada bu. Bu to'liq shakl emas. Yo'q, to'liq shakl, lekin 5 daqiqa ushlab 5 daqiqa ushlab tursa bo'ladigan shakl bu. Grimoire bor. Grafika dahshat qaranglar. Agar bitta ikkita kadrda emas, hamma kadrda grafika shunaqa bo'lsa, rostdan zo'r. Mana. Zenon qalbini topshirdi. 力の前では思いも執念も何 Dante-ku o'zi shunaqa. もかも無意味だ栗ほど氷の儀を始め Kapitan Yami, hop Clifford daraxtini har bitta qavatidagi iblislarni chiqarish uchun Kapitan Yami kerak, Vengeance kerak. 悪 Qavatlar ketma-ketlikda ochiladi. Adashmasam 7 ta qavat bor edi. Eng oxirdan Lucifero chiqadi. Lucifero kim? Lucifero iblislar qiroli, eng kuchli iblis. 魔との契約を不完全に Mana bular esa quyi darajali iblislar, tipa axlatlar. Любой kapitan yutadi deydigan iblislar emas. Bular просто bor bo'lsa sehri ham bordir bularda. Ja aqlli ham emas. Tipa piyoda askarlar. する障壁それが今開いた Xo'p, Dante yana ham upgrade bo'ldi. 100% ga chiqqan versiyasi bu Dantening. それが今開いた Tipa bu darvozalar ochilyapti degani bu. O, mana bu 不 nima? 完全にする障壁それが今開いた Bu o'sha devdagi iblis bu. Hech qanaqa Lucifer emas. Men Lucifer deb o'ylayman. Sizlar ham birinchi sezonda ko'rgan sezganmisizlar, Vanika juda boshqacha hero. これだ Mana. Vanikani qon sehri, qonli iblis. これが私の求めていた世界だ O, men bu joyga o'tkazib yormaymiz. Bu joyga qaraymiz. Ikkita iblis chiqib keldi. Bular ham oliy iblislar, lekin zaifroq oliy iblislarda. Hop, Lilith va Namah. Sal ikkalasini grafikasini chichib yorishibdi-da, prosta. Mangasida chiroyliroq edi. Mana, Lilith va Namah. Muz va olov sehriga ega bu ikkalasi, lekin videoda ham aytib ketganman, iblislar haqidagi videomizni ko'rishinglar mumkin. Lilith va Namah olov bilan muz sehriga ega, lekin mantiqda buzadigan darajada-da, ya'ni faqat taxtani yondiradi yoki olovni muzlatadi, unaqa narsa, suvni muzlatadi emas. Sehrlarni ham yondirib yubora oladi, sehrni ham muzlata oladigan darajada. Agar mangadagidek kuchli qilsa. Mana bu kadrda kim edi bu? Lilith va Namahda birlashgan versiyasi bo'lishi kerak. Va Naht. Muzni ichida qonga belanib yotibdi. Bir o'zi ikkita oliy oyga qarshi urushadi. Mana Lilith bilan Namah birlashgan. Adashmasam ana u emas. Asta bularni o'rtasidan bo'lib tashiy. Ikkalasini jarohatlaydi. Ular kim birlashib oladi? Va Asta o'zining 続きと行こうじゃないかお前を倒して生きる Xo'p, bizga premyera sanani berishdi. 2026-yil 10-oy. Sana berilmadi. Oy berildi. 10-oy nimaga to'g'ri keladi? Dekabr bo'lsa, noyabr bo'lsa, oktyabr. Shu yilda oxirgi juda zo'r premyeralar bor.
Uzr. GTA bor. Doomsday qasoskorlarning o'sha final yangi yana bir bor qismi bor. Treyler juda zo'r. Ko'rinishdan grafika zo'r bo'ladi. Grafika dahshat bo'ladiganga o'xshayapti. Mana bu kadrlarga qaranglar, Astana formasiga. Treylerdagi kadrlar butun anime davomida shunaqa stilda chizilgan bo'lsa, dahshat grafika bo'lishi kerak. Yorib yuborishgan o'zi ham. Bu qanotlarini sal kattaroq qilishsa ham bo'lardi. O'zi asta pakana, yana qanotini ham pakana qilib qo'yishgan. Kichkina qilib qo'yishgan. Menda bitta taxminim bor, bu mavsum ham kichikroq bo'ladi. Bu mavsum kichikroq bo'ladi demoqchiman. Chunki bizga ko'rsatilgan birinchi tizerda ham, ikkinchi treylerda ham, uchinchi treylerda ham mana bu Lucius'ni arkasiga hech qanaqa ishora yo'q. Faqat qarg'a qirolligi arkasi bor. Lucius Zagradis'ning arkasini. Men kutgandim. Qo'rqamanki, bu mavsum faqat shu bilan cheklanib qoladi deb. Agar shunaqa treylerlarni ko'rib tahlil qiling, keyingi qismida nima chiqishiga fikrlaringizni aytib o'ting deb shunaqa bo'lishini xohlasanglar, like bosinglar, kommentariyada yozinglar. Nimani treylerini ko'ray yoki nimaga reaksiya qilay o'zi. Faqat anime haqida ma'lumot berish, kuchlarini solishtirish, nima deydi? Anime professor bo'lish niyatim yo'q, prosta anime haqida kontent qilishni xohlayman. Izohlarda yozib ketinglar. Nimaga reaksiya qilsak bo'ladi yana? Va like, obuna bosib ketinglar.